Gazli o'rniga suv ishlatasiz. O'zi 1 yilga 4 litr suv ishlatar ekan. Istanbulga borganimizda qurilishni qanaqa qilib qulaylashtirib, qanaqa qilib tez qilib, qanaqa qilib sifatli qilish uchun yangi g'oyalarni olib kelganmiz. Bulardan bittasi esa uyning isitish tizimi. Ya'ni kachol, ruhkontani kacholning o'rniga biz shunaqa kachol olib kelganmizki, dunyoda analogi bo'lmaydigan bir kachol. Ya'ni gazni o'rniga suv bilan ishlaydi. Bu kacholimizni birinchi bo'lib O'zbekistonga olib kelyapmiz. O'zi dunyoda yangi bir g'oya. Ishlash jarayoni esa faroz qiling, kacholingiz bor, faqat gaz ishlatmaydi. Suvni kislorod va vodorodni ajratadi, yoqadi, faroz qiling, yana kislorod va vodorodni birlashtiradi, yana ajratadi, yana yoqadi, yana ajratadi va shunaqa sirkulyatsiya qilib 1 yiliga maksimum 3-4 litr suvni xarajat qiladi. Bo'ldi. Radiatorlarga agar o'zini bir moyasi bor, o'shani qo'ysak 30 soniyada 95% issiqlikni beradi. Ya'ni uyni sirkulyatsiya qilib kutish shart emas. Bu radiatorimiz ham alohida boshqacha bir ishlab chiqarilgan. Radiatorning ichida suv yurmaydi, faqat mana yuqorisida va pastki trubalarda yuradi va qarang, buni ichida suv to'ldiramiz. 12 litr suv ketadi buni ichiga va 1 yil davomida 4 litr yoki 5 litr suv xarajat qiladi. Bo'ldi, bunga gaz ulanmagan, выхлопной nimamiz yo'q orqa tomondan. Bunda qanaqadir is gazi, ugar bunaqa narsalarimiz yo'q. Faqat suvga ulangan. Bu masalan kuxnyaga yoki dushovoyga chiqadigan trubamiz. Radiatorni qo'ysa bo'ladi, teplый polni qo'ysa bo'ladi va hammomda, kuxnyada issiq suv bilan ta'minlaydi. Faqat elektr tarmoqqa ulab qo'ysangiz bo'ldi. Bu tok bilan, elektrik tarmoqlari bilan bir katta rasodli emas, ekonomichniy. Agar hovlilaringiz yoki boshqa bo'lsa, солнечный batareya qo'ysangiz, umuman tekinga aylanadi. Bizning loyihamizdan u yo'lgan mijozlarimizga taklif qilamiz.